Sehrli mamlakatdagi Alisa ertagini eslaysizmi? Keling, Alisaga aylanamiz. Barcha orzularimiz tezlikda amalga oshsin. Ovoz chiqarib ketimdan takrorlang. O'rmonda mittigina mushukcha yuribdi. Yoqimtoy birozgina qora, lekin u hammaga sovg'a ulashadi. Quyonga sabzi, ayiqga asal, olmaxonga yong'oq, bo'riga chiroyli qo'shiq, menga esa shu yerda o'z orzularingizni aytasiz. Misol uchun qanaqadir avtomobilni orzu qilayotgan bo'lsangiz, shu avtomobilni rusumi bilan aytasiz. Menga esa oppoq bivaydi mashina. Salonlarini tasvirlang, rangini, salonini hidigacha. Yashang, o'sha jarayonda yashab, orzularingizni ovoz chiqargan holatda borliqqa bildiring. Va amaliyot so'ngida shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsin, 27 ga 108 marta deb amaliyotni yakunlang. Buni har kuni bitta orzuyingizga bajarishingiz kerak bo'ladi, toki shu orzuyingiz amalga oshgunga qadar. Asosiysi hissiyot, his qilgan holatda bajarishingiz kerak. O'sha orzuyingiz amalga oshgan holatni o'zingizga yoqqan holatda, vizualizatsiyani ishga tushirgan holatda ushbu semaron amaliyotini bajarishingiz lozim bo'ladi. Bundan ham ko'p amaliyotlarimiz bizni Telegram kanalimizda a'zo bo'lishni unutmang.